Zamonaviy adabiyotimizning yirik namoyandasidan biri bo'lgan Chingiz Aytmatov 1928-yil 12-dekabrda Qirg'izistonning Talas vodiysida oddiy dehqon oilasida dunyoga kelgan. Bolaligi og'ir yillar, urush va qatag'on davrlarga to'g'ri kelgan. Otasining siyosiy qatag'on qurboni bo'lishi yosh Chingizning ruhiy shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan va bu iztirob keyinchalik uning ko'plab asarlarida hayotiy haqiqat sifatida aks etgan. U avval qishloq xo'jaligida ishladi, keyinchalik Moskva adabiyot institutini tahsil olib, ijodiy yo'lini jiddiy davom ettirdi. Chingiz Aytmatovning ijodi milliy an'analari bilan zamonaviy fikrni uyg'unlashtirishi, inson ruhiyati va jamiyat muammolarini chuqur tahlil qilishi bilan ajralib turadi. Uning asarlarida xalq og'zaki ijodining nafasi, tabiat bilan uyg'un hayot, insonning ma'naviy olami o'ziga xos tarzda tasvirlangan. Jamila qissasi dunyo adabiyotida sevgi mavzusini yangi badiiy uslub bilan ochib bergan asar sifatida mashhur bo'ldi. Oq kemada esa bolalik orzulari va haqiqat to'qnashuv orqali insoniylikning zarurligi yoritilgan. Asrga tatigulik kun, bo'tako'z, qiyomat kabi romanlari insoniyatning ma'naviy inqirozi, texnika va taraqqiyotning jamiyatga ta'siri, xalq ruhiyatidagi o'zgarishlar kabi global mavzularni ko'taradi. Chingiz Aytmatov faqat yozuvchi emas, balki taniqli jurnalist va mohir diplomat ham bo'lgan. U xalqaro miqyosda faoliyat yuritib, o'z xalqini dunyoga tanitishda katta hissa qo'shgan. Chingiz Aytmatov 2008-yilda vafot etgan. Ammo uning asarlari bugun ham o'z o'quvchilarini o'ylantiradi, ruhlantiradi va eng muhimi, insoniy qadriyatlarni ulug'lashga da'vat etadi. Chingiz Aytmatov ijodi bu nafaqat adabiyot, balki butun bir avlodning hayot falsafasi, milliy ruh va umuminsoniy g'oyalar uyg'unligidir.